Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Dilisa Jaloliddinov O'zbek kanali. Bugungi videoda biz mana shu yig'ayotgan akkauntimizda Alvarez, Caicedo hamda mana bu yerdagi Rafinhalarni full qilgan akkauntimizda biz Toure hamda Gabriellarni full holatiga yetkazamiz. Bu yerda ko'rib turibsiz. Bosh bilan o'yinning qirollari deganman. Albatta keyingi videolarda mana bu yerda chiqqan Nuno Mendes, William Saliba, Vinicius Junior, Nicolo Barrellalarni to'rtalasini ham biringilikda full qilib chiqamiz va biz qolgan futbolchilarimizni sotib yuboramiz. Gabriel va Toure'ni ko'pchilik tanimaydi, 2.6 santimetrlik gigant. Gabriel esa ko'pchilik taniydi, u Arsenal afsonasi. Arsenalda ko'rib turganingizdek burchak to'pi bo'ldimi, Gabriel yoki Salibaga olib turibdi. Xo'p, endi bizga kerak emas bo'lgan mana bu yerdagi ko'k, oq kartali futbolchilar, albatta Barkolya, Militao barchasini birin-ketinlikda sotib yuboramiz. Chunki biz faqat Toure hamda Gabrielni full qilishimiz kerak. Barkolya ketma-ketlikda, keyinchalik Labotka, keyin Eder Militao, keyin Marcus Thuram, keyin esa Bernardo Silva va so'ngisida Florian Wirtzni ham sotib yuboramiz. Keyinchalik uni qaytarib olishimiz kerak, chunki uni mana bu yerda chiqib qoladi recover menyusida uni sotib yuborganda va uni keyinchalik qaytarib olib, keyinroq yana full qilamiz. Xo'p, mana Florian Wirtz ko'rganingizdek recover menyusida turibdi va biz Gabriel va Toure'ni full qilishni boshlab olamiz. O'zi Gabriel va Salibani Arsenal himoyachilarini full qilmoqchi edim, lekin mana bu yerda gigant turganda uni sotib yuborish ko'zga qiymadi ko'zim va uni ham full qilishni qaror qildim. Bizda ko'rib turganingizdek 16 ta ikkitalik fitness kuchaytirgich bor va shuni o'zi menimcha ancha yetib qoladi. Gabrieldan 400 chiqishiga yetadi menimcha va Toure'ni fitnessga bosamiz, faqat Gabrieldan 400 va taklini 100 qilishga harakat qilamiz. Va jigarlar, ko'rib turganingizdek mana yaxshi kuchaytirishga erishyapmiz Toure hamda Gabrielni. Albatta jigarlar, sizlarga Gabriel va Toure kuchayotganda bir ma'lumotni aytib o'taman. Ya'ni bu ma'lumot o'tgan videoda ham aytgandim. Telegram kanalimda 1000 ta obunachi, YouTube kanalimda 1000 ta obunachiga aylansam yangi yilgacha, ya'ni 31-dekabrgacha bu holat sodir bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga katta bir aksiyani aytib o'taman. Aksiya, ya'ni mana shu yig'ayotgan akkauntimni Telegram kanalimda o'yin qilib yuboramiz. Masalan, shu videolarimga bog'liq o'yin, Ismoilov qiladiganday videolarga bog'liq o'yin bo'ladi va albatta unda bemalol siz Telegram kanalimga obuna bo'lib, YouTube kanalimga obuna bo'lib qatnashishingiz mumkin va Telegram kanalim albatta video opisiyaniyasida va kommentariyada pin holatda bo'ladi. Bemalol o'tib qo'yib obuna bo'lib qo'yishni sizlardan so'rab qolaman va mana bizda Gabrieldan 200 holati chiqdi. Toure ham 100 holati chiqqan. Gabrielda va tezlik 94, tezlik 96, tezlanish 86. Orada 10 ta farq qolmoqda. Gabriel, Toure'da tezliklar menimcha 90 holatiga yetadi. Hali anchagina kuchaytirishga imkoniyat bor va Gabrieldan 300 chiqarib oldik. Endi bittalik kuchaytirishlardan bosamiz albatta. Bittalik fitness kuchaytirgichlar ketma-ketlikda 92, 93, 94, 95 va keyingisida 96 bo'lmoqda va endi birinchi marotaba Toure'ga tushmoqda stamina darajasiga va yana bitta kuchaytirgich 84 va endi ketma-ketlikda Toure'ga tushmoqda kuchaytirishlarimiz. Jigarlar, video sizlarga yoqayotgan bo'lsa albatta bitta like bosib qo'yishingizni so'rab qolaman va bizda mana 98 bo'lmoqda Gabrielning tezlanishi va yana Toure'ga kuchaytirishlar, ikkinchi marotaba ketma-ket. Uchinchisida ham Toure'ga tezlanish 80 bo'ldi, Toure'da ham
99 va yana bitta kuchaytirgich Tuega, tezlik 87, stamina 85 va so'nggisida Gabrieldan 400 chiqarib oldik. Tackling darajasi 93, darajasi 92, birozgina kuchaytirishlar bera olamiz Gabrielga. Va menimcha Gabrieldan 5 ta 100 chiqarishga albatta qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Chiqarmasak ham ancha chiroyli holatda full qilishga erishamiz. Va bizda mana bu yerda tezlanish 81 bo'lmoqda, 88 stamina, 88 tezlik bo'lmoqda. Ideal kuchaymoqda Towe 89 stamina bo'ldi. Va yana bitta kuchaytirgich stamina 90 va endi tezlik ham 90 bo'ladigan bo'lsa ideal kuchaygan bo'lardi. Yo'q, stamina 91 bo'ldi va so'nggi kuchaytirishimizda tezlikka tushmoqda va tezlik 88 gacha qoldi. Tuweni ham juda yaxshi holatda full qilib oldik. Albatta 2.6 sm gigant asosiy tarkibimizda bo'lmasa ham ikkinchi taymda tushirib o'ynatishga mumkin bo'lgan futbolchi, asosiy tarkibda qo'ysa ham arziydigan futbol. Chunki tezliklar ham 88 ga 83 holatiga yetdi. Endi Gabrieldan 400 tepadan chiqarilgan taklingni 100 qilishga harakat qilib ko'ramiz. Atrofidagi ovozlarga e'tibor bermaysiz. Har doimgidek mashina yo'liga yaqinroq joyda joylashgan ovoz yozish maskanim bor. O'sha yerda ovoz yozyapman videoga. Taklingga 94 bo'ldi, bitta kuchaytirish tushdi. Keyingisi va yana tackling 95 bo'lmoqda. Keyingi kuchaytirgichimiz kontrol 79 va yana bitta kuchaytirgich pas 80 bo'lmoqda. Zarba darajasi 61 darajagacha erishdi. Keyingi kuchaytirgichimiz tackling 96. Yana bir kuchaytirgich pas 81 bo'lmoqda va menimcha endi so'nggi kuchaytirgich yo'q, so'nggi emas ekan, kontrol 80 bo'lmoqda. Va mana endi so'nggi kuchaytirgich pas 82 darajaga erishdi Gabrielda. Tackling 96 bo'lib qoldi. Menimcha shu ham yomon emas, ancha yaxshi o'ynaydigan futbolchiga aylandi Gabriel. Markaziy himoyamizda ikkita bosh bilan zo'r o'ynaydigan futbolchi bo'ldi va keyingi videolarda albatta transferdan chiqqan qolgan futbolchilarni full qilamiz. Videoni ko'rgan bo'lsangiz albatta like bosib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling do'stlar.